Assalomu alaykum do'stlar, siz bilan men Alex Pomorbek bilan bizlarning maqsadimiz yo'ldan kuchayib olmos topish. Hayla Pomorbek. Salom do'stlar, men Pomorbek. Biz noldan boshlab kuchayamiz Alex bilan. Bizning birinchi maqsadimiz daraxt chopish. Undan keyin temir shu toshlarni topish. Keyin bizning asli maqsadimiz olmos topish va olmosdan broniyalar yasash va uni kuchaytirish. Ya biz qaror qilmoqchimiz, maqsad qo'yganmiz. Biz birinchi bo'lib Salom do'stlar. Men bu bilan kirka yasab olishim, topor va kirka yana narsalar yasab olishim kerak. Birinchi biza versak yasamoqchi edik, lekin Pomorbekda bor demoqchi edim. Lekin sadirib qo'ydi. Endi keng tashlab beraman. Keng tashlab beraman. Mana tashlab. Keyin qaytar sindirib olib, shunday. Men yana bir daraxt chopib kelay topaman bilan. Sen aytgancha topor yasamay turing. topor yasab qo'ydim-da. Men bitta topor sizga sovg'a qilaman dedim, adashibman. Yasamaganingizda sovg'a qilaydim. Sharga uy qursak-mikan deyapman, vaqtinchalik uy. Biz bu anomizda aytgancha Alex bu qanday Minecraft o'ynashimizni aytmadingiz-ku. Bizlar oddiy 22 megabaytli Minecraftda o'ynaymiz. Bu ham qiziqroq. Qizig'i ham bor, lekin uni keyin yozib qo'yib, aytgancha keyin qilamiz. Keyin shundan video chiqaramiz. Mana Pomorbek. Aytgancha. Ana nima deydi? Sardor Sharipovning kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Bu yerda ham qiziq videolar bo'lmasa-da, bunisi qiziq video bo'ladi. Bo'ladi deb o'ylayman. Obuna bilan like masana va kommentga yozib qoldiring. Alex. Nima Vistan nima sindirib ketmang, nima bermading? Hozir videolarimiz bizga bitta to'por ber. Videolarimizni hozir chiqaramiz. Hozir tugatamiz. Kimniki yaxshi